juda ham uzun bo'lgan koridori qaranglar. O'y desalar, biroq eshitmaydi narigi burchagidan. Assalomu alaykum akalar. Suratoshda 6 sotiklik juda ham ajoyib qurilgan uyimiz sotilyapti. 9 ta xonasi, hammom, tualet, o'choqlari bilan ekan, juda ham zo'r ekan. Hozir birgalashib uyni ko'ramiz. Adreslarimiz Suratoshga kelasizlar, ko'ryapsizlar, mahallani to'lgan 6-ko'cha deysizlar, Yandexga olsanglar to'g'ri olib keladi. Azizlar, tayyormisizlar? Uyni ichiga kiramiz. Qani bismillah deb kirdik. Uyni ichiga kirganimizda robotxonamizni ko'ryapsizlarmi? Juda ham katta, naveslari bilan yopiq. Juda ham zo'r. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Uyimiz aylanib solingan. Derazalarni qaranglar. Birinchi mashxonadan boshlasak, bu taraflari yangi solingan ekan, ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib. O'rtada pechka bor. Ikkala xona teng isiydi. Mana bu yerdan yoqsanglar, narigi xona ham isiydi ekan. Yorug', katta, zo'r ekan. Menga yoqdi. Plastik eshiklar qo'yilgan. Bu xonalardan chiqib dal yuradigan bo'lsak, o'rtada agarotlarimizni ko'rishlar mumkin. Agarotlarimiz juda ham katta. Archalardan ikki besetkalar qo'yib qo'ysalar juda ham zo'r bo'lib qoladi. Xo'p, bu xonamiz bo'lsa, mana qishki oshxonasi deymizmi, o'choq xonali tandirlari bilan juda ham zo'r qilib qo'yishgan ekan, yopiqqa qilib. Qishda ham qiynalmaysizlar, juda ham yaxshi ekan. Va bu yerdan chiqib yana to'g'ri yurganimizda yana bitta xona bor ekan. Bu xonani o'tirib choy ichadigan yer qo'yasizlarmi? Yana o'zingizlar bilasizlar, podvallari ham bor ekan. Xo'p, bu yerdan chiqib yana dal yurganimizda bizda yana hammom, tualetga ajratilgandek xonalarimiz bor ekan. Ko'rganingizdek, mana bunisini hammom qilsalar, keyingisini tualet qilib qo'ysalar ham juda ham zo'r bo'lar ekan. Va mana bu yerimizda juda ham katta bo'lgan ayvonimiz bor ekan, yopiq ayvonimiz. Mehmonlar bemalol chaqirib o'tkazsalar bo'lar ekan. Mana bu taraflarimiz juda ham menga yoqdi, yangi qurilgan taraflar ekan. Hammomlari bilan juda ham uzun bo'lgan koridori qaranglar. O'y desalar, biroq eshitmaydi narigi burchagidan. Ko'rganinglardek bu yerda 3-4 ta xonalari bor ekan, juda ham chiroyli qilib, yangi qilib qurilgan. O'zingizlar bir qator addelka ishlari qolgan, addelkalarni qilib ko'chib kirsalar bo'lar ekan. Akalar, bu yerlarda suv, svet ham yo'g'i bor, gaz ham keladi. Xudo xolasa, dokumentlari yaxshi deyapti. O'zingizlar kelib yana gaplashasizlar. Narxini akalar $155,000 deyapti. 6 sotik bo'lgan, juda ham yaxshi yer. Xudo xolasa, puliga juda ham stoyishi. Topli pollar qilingan, polning hamma xonalarida, mana shu tarafida topli pollari bor. Ko'rganinglardek, akalar, puliga arziydigan uy, olib qo'ygan odam maza qilib yashaydi, bemalol xonalardan qiynalmaysizlar, kelinlarni olib to'ylarni qilib maza qilib yashaydigan uy ekan. Egasini telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz, telefon qilib gaplashib olsanglar bo'ladi.